Salom qadrli Minecrafterlar, sizlar bilan birga yana Titan Roads kanali va bizning bugungi videomizga xush kelibsizlar. YouTube kanalimga qaraganimda oxirgi marta katta video qo'yganimga ro'ppa-rosa 9 oy bo'libdi. Go'yo biz White PUBG'daymiz. Короче, bugungi videomizda preview'da ko'rganingizdek Herobrine vs Warden bo'ladi, lekin Wardenlar soni ro'ppa-rosa 100 ta, ya'ni 100 ta Warden vs bir Herobrine desa ham bo'ladi. Короче, qisqa qilib aytganda 9 oy davomida katta video qo'ya olmadim. Qo'ygan videolarim asosan bular shorts edi. Короче, men niyatim ro'ppa-rosa 10 ga bo'lish va shunga erishish. Albatta men o'z niyatimga yetaman, albatta sizlar qo'llab-quvvatlasalaring. Undan oldin o'qish bo'ldi, maktab, telefon muammosi, internet, shu sababli 9 oy davomida katta video qo'ya olmay qoldim. Endi unday bo'lmaydi. Do'stlar, bizni ko'rib turgan kanalimizga bitta like va obunani bosib qo'yinglar. Bundan buyon biz katta videolar chiqarishga, shunday qiziq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Buning uchun esa sizlar ko'rib turgan videolaringga borig'i bir dona like tugmasini bosib ketishlaring va obuna bo'lishlaring kerak do'stlar. Bu men uchun juda zarur. Men tezroq 10 ga bo'lmoqchiman. 10 ga kelsak harakat qilish kerak. Do'stlar, sizlarga bir savolim bor. Kim animelarga qiziqadi? Agar siz animega qiziqsangiz, kommentariyada o'zingiz yoqtirgan eng animeni yozib keting. Men hozirda yaxshi anime qidiryapman, lekin topolmayapman. Agarda o'zingiz yoqtirgan animeni yozib ketsangiz, men uni ko'raman. O'z fikrimni aytib o'taman. Sirasi ko'p cho'zib va videoni boshlaymiz. Qani unda kafemi, choymi olib olinglar, biz boshladik. Mana ko'rib turganingizdek 100 ta Warden joyida spam qilingan. Men aynan nimaga teksilot olam tanlagan bo'lsam, tekis olamda Wardenlar qochib keta olmaydi, ichiga kirib keta olmaydi, g'orlar ham topa olmaydi. Oxirgacha jang 3 qavatli bo'lim va 3-qavat bedrock yer ham teshilmaydi. Demak, biz jangni boshladik. Biz videoni 2x da olib boramiz, chunki video uzoqqa cho'zilib ketmasligi kerak. Qo'limda ikkita tayoqcha, biri jang qiladi, ikkinchisi yo'q qiladi. Hamma tayyor bo'lsa, biz videoni boshladik. Mana ko'rib turganlaringdek jangda Herobrine bir o'zi g'alaba qozondi. 100 ta Warden 100 ta Warden Herobrine'ni yenga olmadi. Demak, bu Herobrine'ni oddiy o'yinchi yenga olmaydi.
Ya'ni Kaizo yoki artefakt yengishi mumkin, uni ham bilmadim. Sizlar uni kommentariyada yozib ketinglar. Va sizlarga bitta savolim bor. Minecraftda jami nechta boss mavjud? Bu savolni ko'pchilik bilmayapti javobini. Kommentariyada yozib ketinglar jami nechta boss mavjudligini va men sizlarga tushunaman. Videoga birdan like va obuna tugmasini bosib ketinglar.